Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2026-yilning birinchi yarim yilligida qonunchilikni buzgani uchun Rossiyadan 43.700 nafar migrant chiqarib yuborildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 65,5% ga ko'p. Bu haqida bugun 29-iyul kuni Rossiya Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin o'zining Max'dagi kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, chiqarib yuborish ma'muriy ta'sir chorasi sifatida 2025-yilgacha sud qarori bilan qo'llanilgan. 2025-yilning fevral oyida Federal qonun bilan Ichki ishlar vazirligiga suddan tashqari qarorlar qabul qilish huquqi berilgan. Ma'lumot uchun, Davlat dumasi deputatlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi moddalari ro'yxatini 2 baravardan ko'proqqa kengaytiruvchi qonunni qabul qilgan. Endilikda migrantlar kodeksining 45 ta moddasini, jumladan quyidagilarni buzganlik uchun mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Politsiya xodimi, shuningdek davlat chegarasini qo'riqlash bo'yicha o'z vazifalarini bajarishi munosabati bilan harbiy xizmatchining qonuniy farmoyishi yoki talabiga bo'ysunmaslik, internetda inson qadr-qimmati va jamoat axloqini haqoratlovchi axborotlarni tarqatish, jamoat tartibini buzish, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini obro'sizlantirishga qaratilgan oshkora harakatlar, Rossiya Federatsiyasi uning fuqarolari yoki kompaniyalariga nisbatan siyosiy yoki iqtisodiy sanksiyalar joriy etish yoki ularning muddatini uzaytirishga chaqiriqlar, kamsitish, ya'ni insonning jinsi, irqi, terisining rangi, millati, tili, yoshi, diniga nisbatan munosabati va boshqalarga qarab uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzish. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yildan beri Davlat dumasi tomonidan migratsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan 32 ta federal qonun qabul qilingan.